Agar sizlar ham menga o'xshab kosmetikani yaxshi ko'radigan, kosmetikaning jinnisi bo'lsanglar, bu video sizlarga aniq qiziq bo'ladi. Tarixda birinchi marta russkiy kosmetika brendi Influence va faqat Influence, вообще umuman hech qaysi brend hali russkiy brendlardan kurson ishlab chiqarishmagan. Bu birinchisi. Qani birga testировать qilib ko'ramiz sizlar bilan birga. Hammalarimiz bilamiz, Influence O'zbekistonda ham mashhur. Lekin bu kursoni voy teskari ushlaman. O'zbekistonga borganman, men bu yoqda Rossiyada ko'rib qoldim, kosmetika magazinlarida. Yuzda matviy finish, tabiiy tiniq yuz bizga обещать qilishyapti. Qani ko'ramiz. Oynasi. Voila. Sponjik. Voila. Bu lineykada faqat ikkitagina svet bor ekan. 01 va 02, ultralight va light. Men lightni oldim. Ultralightni russkiy qizlar uchun, juda ham oppoqlar uchun. Bu просто light menga tushadi. Qani birgalikda test ko'ramiz. Вот, rezultatni o'zida ko'rishingiz mumkin. Bir tarafiga surdim, bir tarafiga surmadim. В общем-то, yaxshi yopadi ekan, pokritsasi очень хорошо. Ну, quruq yuzlar uchun ozgincha yuzlarni ko'proq namlantirib, yaxshilab, keyin surishinglarni maslahat beraman. Mana yengilgina makiyaj qilib oldim, ko'rishinglar mumkin. Batareykasi yo'q.